Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mashhur faylasuf olim Gippokrat barcha insonlarni xarakteriga qarab turib 4 ta toifaga ajratadi va qaysi xarakterdagi insonlarda nima kasalliklar bo'lishi mumkinligini kitoblarda yozib qoldiradi. Bugungi videoda shu haqida gaplashamiz. Birinchi tip bular xoleriklar, ya'ni sodda qilib qaysarlar desak ham bo'laveradi. Bunday xarakterdagi insonlar odatda tez urushib, tez yarashadi, ya'ni bir yoni bir o'chadi. Arzimagan narsaga jahli chiqib ketib, baqir-chaqir qilib yuborishi mumkin. Bu odamlarda tashqi ko'rinishidan e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pincha ozg'in bo'ladi, chunki metabolizm tez bo'ladi, semirishga uncha moyilligi yo'q bo'ladi. Doimiy tez yuradi, ya'ni sheriklariga nisbatan 1-2 qadam oldinga o'tib ketib qoladi. Gapirganda tez gapiradi. Gapingiz tugatmasdan orada savol berishi mumkin. Yoki ovqatlanganda ham tez ovqatlanadi, qorni tez och qolib qoladi. Bular odatda tez qaror qabul qilishga moslashgan, ya'ni ko'pincha o'ylamasdan noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yishi mumkin. Liderlik qobiliyati yaxshi bo'ladi. Biror lavozimda ishlasa, shu ishxonaga katta manfaat keltirishi mumkin. Undan tashqari erta bilan vaqtli turadi bular. Ishini oxiriga yetkazaman deb vaqtli turadi. Agar tengdoshlari undan biror sohada o'tib ketadigan bo'lsa, kechasi uxlamasdan o'zi ham harakat qilib, ulardan o'tib ketishga harakat qiladi. Bunday insonlar odatda energiyani tashqi muhitdan oladi, ya'ni atrofidagilar bilan gaplashib yurib o'ziga energiya oladi. Bunday xarakterdagi insonlarda kuzatiladigan kasalliklar ko'proq metabolizmda tezligi bilan bog'liq. Ya'ni yurak urishi tez bo'ladi, taxikardiya bo'ladi, ko'pincha qon bosimi oshishi mumkin. Stressga aloqador yazvalar, ya'ni hazm traktida yaralar bo'lishi mumkin. Oshqozon yarasi, 12 barmoqli ichak yarasi kuzatilishi mumkin. Undan tashqari o't tufayida ko'pincha dimlanish bo'ladi, buklanish bo'lishi mumkin. Ich o'tishga moyilroq bo'ladi bular. Undan tashqari giperkinetik nevroz kuzatilishi mumkin. Ya'ni harakatni tezligiga aloqador nevroz holatlari kuzatilishi mumkin. Ikkinchi tip bular sangviniklar. Ya'ni sodda qilib aytganda beg'uborlar desak ham bo'laveradi. Bu tipga mansub insonlar doim xushchaqchaq bo'lib kulib yurishadi. Hayotda optimist bo'lishadi. Hamma narsani yaxshi tomonini, ijobiy tomonini izlaydilar. Bu odamlar odatda stressga berilmaydi. Ularni xafa qilish ham oson emas. Xafa bo'lgan taqdirda ham tezda kechirib unutib yuborishi mumkin. Bu odamlar tashqi ko'rinishi ozgina to'lacharoq, sal qorin solgan, lekin sog'lom ko'rinishda bo'ladi. Bu insonlar yangi sharoitlarga juda tez moslashadi. Energiyasi juda yuqori. Energiyani asosan bular ham xoleriklarga o'xshab tashqi muhitdan oladi. Ya'ni odamlar bilan muloqot qilgan sari energiyaga to'lib boradi. Juda ko'p mehnat qiladi. Ish qilganda uncha-munchaga charchamaydi. Energiyasi yuqori bo'ladi. Lekin bitta minus tomoni, bir ishni boshlagandan keyin oxiriga yetkazmasdan to'xtatib qo'yish holatlari shu tipda ko'p uchraydi. Bulardagi uchraydigan kasalliklar, bularda organizmida metabolizm normada bo'ladi. Sekin ham tez ham bo'lmaydi. Shuning uchun boshqa tiplarga qaraganda eng kam kasal bo'ladigan tip shu sangviniklar hisoblanadi. Bular kasal bo'lishi mumkin, qachonki yosh kattalashgan sari metabolizm biroz sekinlashib, o'shandagina xolesterin ko'payishi, semizlik, ikkinchi tip qandli diabetga moyillik ortadi. Faqat bu ham yosh juda katta bo'lgandan keyin, 65-70 dan keyin shu kasalliklarga xavf oshishi mumkin. Uchinchi tip bular flegmatiklar, ya'ni og'ir bosiqlar desak ham bo'laveradi. Bu tip xolerik tipda aksi hisoblanadi. Bu tipga mansub insonlar doim sekin gapiradi, sekin yuradi, hamma harakatni sekin bajaradi, lekin ish qilganda juda o'ylab, puxta ish qiladi. Qaror qabul qilishi ham oson emas. Uzoq o'ylaydi, keyin qaror qabul qiladi. Shuning uchun ko'pincha to'g'ri qarorlar qabul qiladi. Bularda tashqi tomondan emotsiyasini bilish qiyin, ya'ni tashqi ko'rinishdan xursandmi yoki xafami bilib bo'lmaydi. Bular ming g'azablangan taqdirda ham achchig'ini ichiga yutadi, tashqariga oshkor qilmaydi. Bular odatda qonun qoidalarga juda bo'ysunadi. Hamma ishni haqiqiy qonun qoidalar bilan amalga oshiradi. Energiyani bular asosan ichki dunyosidan oladi. Tashqarida odamlar bilan gaplashib bular energiya olmaydi. Asosan yolg'izlikdan, yolg'iz qolishdan energiya olishadi. Ko'pincha bu xarakterdagi insonlar ko'proq erkaklarda uchraydi. Ayollarda ko'pincha xolerik tipga tortadi. Masalan, oilada ayol kishi xolerik bo'lib, erkak kishi flegmatik bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha konflikt holatlar kelib chiqishi mumkin. Endi flegmatik tipda uchraydigan kasalliklar, bular metabolizmda sekinligi bilan bog'liq. Bularda 50 yoshdan keyin kasallik xavfi oshadi. Bular tashqi ko'rinishidan to'lacha semizroq bo'ladi odatda. Semizlikka moyillik bo'ladi. Shuning uchun 50 yoshdan keyin bularda ko'pincha semizlik, ikkinchi tip qandli diabet, insult, infarkt xavfi erta boshlanadi. 50 yoshdan keyin boshlanish ehtimoli bor. To'rtinchi tip bular melanxoliklar deyiladi. Ya'ni bularda sodda qilib arazchilar desak ham bo'laveradi. Bu tipga mansub odamlar sangvinik tipda aksi hisoblanadi. Chunki bular odatda pessimist bo'ladi. Har bir vaziyatda negativ tomonlarni, salbiy tomonlarni o'ylaydi. Odatda bular juda ta'sirchan bo'ladi. Tezda xafa bo'lib qoladigan, arazlab qoladigan odamlar bo'ladi. Har bir gapni ko'ngliga qattiq oladi.
Shuning uchun tezdagi kechirolmaydi ham. Ya'ni uzoq vaqt ichida miyasida shu fikr aylanib yuraveradi. Birorta gap gapirsangiz uni noto'g'ri tushunib olib, ko'pincha xafa bo'lib qolish holatlari uchraydi. Eski o'tgan narsalarni ham o'ylab siqilib yuradi. O'zini baholashi ham past bo'ladi. O'zini qobiliyatlarini kamroq baholaydi bular. Bular ko'pincha nolish holatlari bularda ko'p kuzatiladi. Ko'ngli uncha narsaga to'lmaydi. Ko'pincha siqilib energiyasini yo'qotadi. Bunday insonlar energiyani odatda ichki dunyosidan oladi. Ya'ni qancha yolg'iz bo'lsa, shuncha energiyaga to'yinadi. Odamlar bilan gaplashganda energiya yo'qotadi. Bular ko'pincha atrofdagilardan mehr, e'tibor talab qiladi. O'sha mehr, e'tiborni ololmagach, ko'pincha siqilib, xafa bo'lib, depressiyaga tushib yuradi. Bularda yaxshi tomonlari, ya'ni ijodiy qobiliyati yaxshi bo'ladi bularda. Masalan, rasm chizish, she'r yozish, kitob o'qish qobiliyatlari yaxshi bo'ladi. Bular ozgina romantikroq insonlar bo'ladi. Bu insonlarda uchraydigan kasalliklar ko'proq miya bilan bog'liq, ya'ni dopamin yetishmovchiligi bilan bog'liq holatlar uchraydi. Masalan, depressiyalar, astenik nevroz, ya'ni fobiya, vahima kasalliklari ko'p uchraydi bunday insonlarda. Ba'zan davleniya tushish holatlari ham bo'ladi.